Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Vaqt gazetining 20-iyundagi xabarida Surgundagi Uyg'urlarning tutqun qilinganligiga aloqador dalil-isbotlar Beyjingni tekshirish besimini orttirmoqda. Xitoyning chet elga qochib ketgan Uyg'urlarni tutqun qilish va majburiy qaytarib olish harakatining isboti Uyg'urlarni Xitoyning yo'qotishdan qutuldirib qilish uchun vaqtning tugayotganligidek ogohlantirishlar bilan bugun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunildi. Surgundagi Uyg'urlarning advokatlari sudning chet eldagi Uyg'urlarning majburiy yo'qolib ketishi, majburiy qaytarilishiga tayanib Beyjingning Sharqi Turkistondagi dafsanchiligiga qarata Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat emasligining ustidan g'olib kelib, Beyjingning Sharqi Turkistondagi dafsanchiliklari ustidan tekshirish etishni umid qiladi. Berma Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lmasmi, minglarcha ro'yingaliklarning Bengalga ketishga majbur qilishi sababidan mahkama sudchilarining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Bermaning ro'yinga asonliq millatlarni dafsanda qilish qilmishini tekshirish huquqini qaror qilganligi, Rossiyaning chegarasida g'oyib bo'lgan minglarcha Ukrainaliklarni qochirganligini tekshirayotganligi ulgu qilinadi. Da'voga mas'ul Angliyalik advokat Rodney Dixon-Kiosi keng ko'lamli chegaradan qo'g'lab chiqarib o'tish va g'oyib bo'lishning jiddiyligi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi taftishining uning ishxonasining Ukrainaliklarning Rossiyaga avatilganligiga oid dalil-isbot to'plashini bekitishning haqli ekanligini to'nitdi. Mushuningga o'xshash Uyg'ur va boshqalarning xalqaro sud mahkamasiga a'zo davlatlardan Xitoyga majburiy qo'g'lab chiqarilishining dalil-isbotlari yig'ilishi ko'zdan kechirilishi lozim dedi. Mahkamaga sunilgan dalillarning orasida jazo lageridan qutulib chet elga qochib chiqqan bir shahidning atalmish Şinjandagi jazo lagerlariga qamalgan mahbuslarning chet elga qochib ketsa, ularning iz qo'g'lab qaytarilganligi ogohlantirilganligini o'z og'zi bilan anglatganimi yer oldi. Bu Tojikistonning poytaxti Dushanbedagi Uyg'ur nufusining Beyjingning qaytarib kelish siyosatining natijasida 10 yilda 3000 dan 100 nafarga ozayishni o'z ichiga olgan Tojikiston va Kambodjadagi Uyg'urlarning tutqun qilinishi tafsili bayon qilingan oldingi qitim sunilgan dalil-isbotlarga ergashadi. Hozir Amerikada turayotgan bu guvohchi lagerlardagi kundalik uqtirishlarda agar ular chet elga chiqib ketsa, Xitoy davlatidan qochib qutulolmaydiganligi va ularni iz qo'g'lab Xitoyga majburiy qaytarilganligi to'g'risida tahdid solgan tafsilotlarning borligini, chet eldagi talab qilingan Uyg'urning ismligi, Xitoyga majburiy qaytarilgan kishilarning e'lonlari va suratlarining lagerdagi televizorlarda tarqatilganligi, tutqun qilinganlarga yo'qolib ketganlarni tepishga yordam beradigan uchur bilan ta'minlansa mukofot beriladiganligi va'da qilinganligi, davlatdan qochishni o'ylayotganlarga ogohlantirish uchun Uyg'urlarning beshiga qora xalta kiydirilib aeroplanga majburiy chiqarayotganligiga oid ko'rinishlarning ko'rsatilganligi, o'zi va uningga o'xshash chet elga chiqib atalmish Şinjanga qaytganlarning harakat qilolmagudak darajada elektr asboblari bilan urush, yo'lbos o'rindiqqa bog'lab qiynashdek Xitoyning qattiq muomalasi, noma'lum moddani o'qul qilib selishni o'z ichiga olgan majburiy davolash tartiblarini anglatdi. Bugungi topshirilgani bosh taftish Karimxonni Uyg'ur aholisiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni tekshirishga qoyil qilish uchun Gagaga avatilgan 3-turkum dalil-isbot. Advokatlar yolg'iz tortgan zulmning isbotlariga emas, Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligidagi davlatlardagi qilmishlariga tayanishga majbur bo'ldi. Sunilgan dokladda Xitoyning to'plash strategiyasi davlat organlarining boshqa irq, etnik yoki diniy guruhni butunlay yo'qotishni maqsad qilganligining tipik o'rnagi deb ko'rsatildi. Advokat bu strategiya irqiy qirg'inchilik bilan parallel bo'lib, ziyonkashlikka uchirg'uvchilar yashagan yerdan yig'ib olinib, nishonlanadigan territoriyaga qo'g'lab chiqariladi dedi. Xitoy chet eldagi Uyg'urlarning Uyg'urlar Sharqi Turkiston, Xitoy Şinjang deb ataydigan joydagi vahshiyliklarni oshkorlashga yo'liga borgan sari ko'ngil bo'lishga boshladi. Ularni jimiqtirish, qo'rqitish va majburiy qaytarib o'tish tirichanligini hassalab oshirdi. Ba'zilari yo'qolib ketdi. Bu arizni Rodney Dixon boshchiligidagi bir xalqaro guruh Sharqi Turkiston surgundi hukumati va Sharqi Turkiston milliy uyg'onish harakatiga vakolatdan sungan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Uyg'urlarni Xitoyning yo'qotishiga urinishidan qutuldirish uchun vaqtning qolmayotganligini ogohlantirdi. Beyjing 2014-yili atalmish Şinjangda bostirishni boshlagandan buyon 850 ming Uyg'ur bolasi ota-onasidan ayirib etilib, yotoqliq maktablarga avatildi. Ular Uyg'ur salohiyatidan tandirilib, Xitoy fuqarosi qilib yetishtirildi. Salih Xudoyor butun bir avlod shundoq oqibatda Uyg'ur xalqini qutqizish uchun vaqt ozlab qoldi.
Agar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bu tekshirishni tezdan elib bormasa, buningdan keyin yordam beradigan Uyg'urlarmı qolmasligi mumkin dedi. Salih Xudoyarning cho'ng oilasidagi 100 nafardan ortiq tuqqani uning chet eldagi faoliyatining natijasida qamalgan. U "Men oilamga xiyonat qilmayman yoki butun millatimga xiyonat qilmayman. Ya biz chekindirmiz yoki bo'lmasa o'limiz" dedi. Yangi doklad Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Başlığı Meşal Bacılıt'ның atalmış Şinjan'da körgenlerini Beycan'ның sahnelishiga ruxsat qilgan, Xitayni etrafliq aybleyelmegen, Salih Xudoyar palaket deb atagan Xitay ziyarati keng ko'lamda ayblangandan keyin o'ttirga qo'yilgan bo'lib, Bachelet buningdan keyin o'zining ikkinchi qatim vazifani ustiga olmaydiganligini jakarladi deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin advokatları dəlil isbatlarını Xalqara Jinoiy İşlər Sud Məhkəməsinin qarşılığıçısı Karimxanga tapşırıb, Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarga yürgüzüyotgan irqiy qırğınçılıq və insoniyatga qarşı jinoyati ustidan tekshirish elib berishga qaytadan chaqiriq qildi. Amerikada chiqadigan Birlashma Agentlikning tönügünkü xəbərə qaraganda, Gollandiyaning Lahayda turishliq advokatlar Xalqara Jinoiy İşlər Sud Məhkəməsinin ayblagüchilariga dəlil isbat hüccətlərini tapşırıb, Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa musulmonlarni asos qilgan xalqlarga tutgan muomalasiga qarata tekshirish etishga qayta chaqiriq qildi. Faoliyatchilar və advokatlar Beyjingni Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarga irqiy qirg'inchilik və insoniyatga qarshi jinoyat ishlash bilan aybladi. Xitay Kompartiyasi Şərq Türkistanda yürgüzüyotgan irqiy qirg'inchilik və inson haqlari dəfsənçiligiga aloqador hüccətlərini qattiq rədd qildi. Tönügünkü hüccət Xalqara Jinoiy İşlər Sud Məhkəməsinin Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğurlarga qilgan keng ko'lamlik tajovüzi və xorlashlarga qarata tekshirish başlatishni talab qilgan eng oxirgi urinishi hisoblanadi. Dəlil isbatlarını tapşırgan gruppa dəlil isbatlarının 2018 yılı lagerdan qo'yib o'tilgandan keyin qaçıb chiqqan guvochining o'zining va boshqalarning qiyin qistoqqa ilinganligi va noma'lum moddalarni o'qul qilib urish qatorliq tibbiy rasmiyatlarni bajarishga majburlanganligini o'z ichiga olganligini aytdi. Eng yangi hujjat yana Xitoyning Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlat bo'lmasimi, Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlatga Uyg'urlarni yig'ib majburiy chegirdan qo'g'lab chiqarib, Xitoyga qaytarib o'tishdek qilmishini sodir qilganligi uchun Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Məhkəməsinin təftiş orqanlarının başqarış huquqi barlığı to'g'risidagi tashabbuslarni qo'llashni maqsad qilgan. Hujjat Birma Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Məhkəməsiga a'zo davlat bo'lmasmi, minglagan ro'yingaliklarning Bengalga qaytishga majbur qilishi sababidan mahkama sudchilarining Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Məhkəməsining Birmaning Rohingya asonliq millatlarni dafsanda qilish qilmishini tekshirish huquqiga ega ekanligini qaror qilganligini ulgu qilishni talab qiladi. Angliyalik advokat Rodney Dixon mahkamaning taftish ishxonasiga sunilgan hujjatlarining Xitoyning Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkistonga qaytarib o'tish maqsadida Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlatga o'xshash qo'shni davlatlarga va boshqa davlatlarga yig'ib olishdek konkret planlarini o'ttirib qo'yganligini aytdi. Arxiv turg'izgan gruppa dushanba kundagi bayonotida Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlatlarning territoriyasida boshlanib, Xitoyda davom qilgan bu jinoyatlarni Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasi boshqarish huquqiga ega dedi. Advokatlar Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilib, 1 yildan keyin arxiv turg'izildi. Muhafizat gazetining 21 iyundagi xabariga qaraganda, Amerikaning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarilgan paxtaning importini cheklashga aloqador qonuni ijro qilinmoqda. Amerikaning chegara amaldorlariga majburiy emgakka chetishliq mallarni to'sish yoki tutib qilishga aloqador texnik keng huquq bergan yangi qonun yo'lga qo'yilib, moda sanoatiga Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxtadan cho'qim o'zini tortish kerakligi aytildi. Bugundan boshlab yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining ro'yi bo'yicha atalmish Şinjanda qisman yoki butunlay ishlab chiqarilgan har qanday mahsulot Xitoyning atalmish Şinjanda qurgan emgak lagerlari bilan munosabatli ekan. Moda sanoati yangi qonunning ta'siriga uchraydi. 20% Xitoy ta'minlaydigan dunyo paxtasining 84% Sharq Turkistondan keladi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni paxtani pomidor va polisilikon bilan birga qonunni ijro qilishdagi eng muhim, eng dastlabki mahsulot qilib bekitdi. Amerikaga eksport qilinadigan har qanday Angliya yoki Yevropa ittifoqi moda markasidami buni asos qiladi. Yetarli guvohnoma yoki ta'minlash zanjiri tafsilotlari bilan ta'minlanmasa, $250,000 jarimani qo'yilishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, bu cheklash kasbga cho'ng masala olib keldi. Moda inqilobidagi Liv Simplesino atalmish Şinjan paxtasi ta'minlash zanjirida hamma joyda bor. Qiyinchilik shuki, talani urug'idan ayirib ishlash bosqichida o'xshamagan joylardagi paxta aralashtirilib, manbasining yip uchini topmoq tez bo'ladi, dedi. Justice
Textile Genesis və Supply Shift'ni öz içigə alğan bir türküm texnika şirkətləri blok zənciri və sün'iy idrak arqılıq təminləş zəncirini iz qoğlaşını planladı. Markalar barlıq setiliş zakazları və guanamlarını xatırlaş üçün marka sütunlarından faydalandı. Chastis'nin baş icraya əməldarı Şeymik atalmış Şinjan paxtasının qat'iy yoxluğunu isbatlaş üçün markalarning mükemmel raqamlik zəncirini göstəriş kerakligini aytdı. Pul muamele tefekkürü plan çökkenin yakınki dokulatida iz qoğlaşni yo'lga qo'yishning chegara qismlari moda sermayesini unutib qolgan ahvol ostida kiyim-kechak şirketlerining sap foydasini o'rta hisob bilan 3%dan 7%gacha yuqori ko'targili bo'ladiganligini bayon qildi. İnsanning mustaqil vatani bo'lganda uning erkinligi, rohati va huquqiy kafolatga ega bo'ladi. Sulaymon Nazifning deganidek, vatan saqliqqa o'xshaydi. Uning qadri uningdan ayrilib qolganda bilinadi. Hazrat Ali raziyallohu anhu shaxsiy manfaatingizga ziyon yetkazgan bir insonni kechirishga bo'ladi, ammo vataningizga, millatingizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'lmaydi degan. Vatanimizga tajovuz qilib, xalqimizga ziyonkashlik qilgan dushmandan o'rlik talab qilish sharafsizlik, pastlik. Har qanday tirikchilikni ko'rsatib, jon tikib dushmanga qarshi atlanish, intiqom olish bizga allaqachon farz bo'lib bo'lgan. Canimiz tenimizda bo'ladigan bu farzni ado qilmay o'lish o'xshi yo'q bir nomus. Yana birga buning hisobini oxiratda qandoq berish masalasi bor. Bu texmi ching bir masala. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamiz ko'rishgacha Allohga omonat bo'lgaysizlar.